Xayrli kun yoshlar, biz Nilufar Yusupovamiz. Bugungi qisqacha suhbatimiz oltinga teng sukut haqida. Ha, jim. Shunaqa hayotda vaqtlar bo'ladiki, siz jim kuzatishingiz kerak. Jim kuzatib arqonni uzun tashlashingiz kerak. Bu oltinga teng sukut bo'ladi. Ya'ni siz bo'layotgan voqealar rivojiga siz o'zingiz burningizni suqmasligingiz kerak. Qancha jim tursangiz, shuncha o'zingizni obro'yingizni, hurmatingizni va o'rningizni saqlab qolasiz. Agar siz qancha baqir-chaqir qilsangiz, ya'ni shunaqa vaziyatlar bor, baqir-chaqir qilish kerak. Shunaqa vaziyatlar bor, o'zini himoya qilish kerak. Shunaqa vaziyatlar bor, jim turganingiz yaxshi. O'sha jim turganingiz sizni buyukroq qilib ko'rsatadi, hurmatliroq qilib ko'rsatadi. Ya'ni buni oltin sukut deb ataladi. Misol biron bir yangilik yoki kimdir siyosiy g'iybatlar aralashishi mumkin. Kimdir misol oddiy oilaviy g'iybatlarni boshlab berishi mumkin. Aynan shunaqa joylarda siyosiy g'iybatlar ichida va oilaviy g'iybatlar ichida oltinga teng sukutni o'zingizga qurol qiling. Shunda hayotingizga oltinlar kirib kelishni boshlaydi. Bu sinalgan.